Kuniga 2 marta 3 marta 100% ishlab beradi. Xo'p jigarlar, assalomu alaykum hammaga. Bolalar charchamaysizlar. Bugun darslik kanalimizga birinchi video chiqadi. Bolalar, bugungi videoda endi kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, men oldinroq dars o'tmaganman, bu kimga o'rgatmaganman, shuning uchun kamchilik bo'lish ehtimoli katta. Video boshlanishidan oldin shunda like bosib, bir podpiskachani bosib qo'ysanglar, go'zal bo'ladi. Dalishi bundan buyog'iga darsliklar chiqib keladi. Men endi kamchiliklar uchun oldin uzr so'rayman. Bolalar, bugungi videoda shu Fibonacci'ni men sizlarga maksimalni ishlatib, qayerda qanaqa ishlatishni o'rgatib o'tib ketaman. Bu Fibonacci'ni ko'rishinglar mumkin. Maksimum o'zi uring nastroykalarini ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu yerda xohlasanglar hammasini olib qo'yib olinglar. Men hammasini olib qo'yib olsam ham bo'laveradi. Shu zonalarni yoqib turib ishlasanglar bo'ladi. Mana shu nastroykasi, bu koordinata, bu full mana ko'rsatib o'tib ketaman. Tak bo'lmasa bolalar, bu Fibonacci'ni qanaqa qilib ishlatasiz desanglar, bolalar, xo'p, men ko'pincha bozorda tasdiq bilan ishlayman. Buni tasdiq sifatida ishlatsam bo'ladi ko'pincha. Tak bu holatda ko'rishinglar mumkin. Masalan, narxda time frame M5 bo'ladi. Ko'proq M5 da ishlab beradi bu. M5 time frame da. Sell zona masalan oxirgi kuni bizda 32 dan sell berilgan. Tak 33, 32 mana. 32 zonamizdan bizda sell berilgan. Men ko'proq o'zim indikatorim bor, algoritmga asoslangan, shuni ishlataman. Tak ko'rishinglar mumkin. Bu yerda bizda trendli liniya tortiladigan joy bor, narximizda trend kelayotgan joy. Trend buzildi har doimgidek. Trendli liniya tortdi, trend buzildi. Buzilgan joydan biz Fibonacci tortib olamiz shu joydan. Tak. Xo'p, bunaqasiga tortadigan bo'lsak, trend buzilganda switchani eng tepasidan, buzgan switchani eng tepasidan soy izgacha olamiz. Ko'rishinglar mumkin, bola narx chiqib kelyapti. Bir ham bunga yetmasdan qaytyapti. Endi yana bu holatda pastrog'ini ko'rishinglar mumkin. Bu yerda ham mana endi trend buzib kelgan narximiz o'tib keldi. Может быть, kimlardir buni ishlatishni bilar, men bilmaydiganlar uchun endi ishlatishni ko'rsatyapman. Yana bizda trendni buzgan switchdan yana biz tortamiz. Yonidagi oxirgi minimumga, yana xuddi shu holatga tortamiz. Bu yerda ham narx bu zonamizdan orqaga qaytib bergan. Yana xuddi shunaqa trend buzilgan joyda ko'proq ishlatsanglar bo'ladi. Masalan, 2 marta yoki 3 marta kasaniya qilib trend kelayotgan bo'lsa, u holatda yaxshiroq ishlab beradi. Yana bu yerda trend buzilgan switchning tepasidan biz minimumga qarab tortamiz yana. Bu yerda ham ko'rishinglar mumkin, narx xuddi shu 3 ta zonadan razvrot qilyapti selga. Bozorda ko'proq hamma joyda ishlab beradi bu narsa. Masalan, ko'proq bayga trend buzilganda ishlatsanglar bo'ladi, selga emas, ko'proq bayga trend kelyapti, bayga bitta buzganda ishlatsanglar bo'ladi. Tak. Yana bu holatda ham mana trendimiz tushib kelyapti. Oxirgi marta bu yerda buzyapti trendni. Yana xuddi shu holatda men buzgan switchdan mana bundan tak buzgan switchning eng tepasini olyapman mana. Minimumgacha. Minimumgacha olsam, yana ko'rishinglar mumkin. Xuddi shu zonadan narximiz kelyapti. Xuddi shu zonadan selga. Shu 3 ta zonadan selga intriksiyalar bo'ladi. Vaziyatga qarab turib, bu yerda mana shu 3 ta zonadan selga intrik bo'lgan. Shu zonalardan ko'proq intriksiyalar bo'ladi. Xo'p, yana dalishi xuddi shu holatda ham mana kelyapti narximiz. Trend tepaga buzib o'tyapti. Shu yerda biz yana buzilgan switchdan Fibonacci tortamiz mana. Minimumga, oxirgi yoniga narx tashlagan minimumga tortyapman. Yana xuddi shu zonadan sellga intriksiyalar bo'ladi. Men o'zim ko'proq bozorda algoritm bilan ishlaganim uchun o'zim indikatorim bor. Masalan, men indikatorimga narxni minimumdan maksimumni yozsa bo'ldi-da. Men bu indikatorni tayyorlash uchun ko'p vaqtim ketgan endi. Tak, bizda masalan 4658 minimum qilib 4658 olsak bo'ladi, maksimum qilib. Tak, birinchi indikatorga kiramiz. Pastdagi joyga mana 4658 yoziladigan bo'lsa, baydagi zonamiz 4700, shu o'rtada oxirgi berilgan 4772 ni tak maksimum qilib yozib olamiz, 4772. Tak, buni yoqadigan bo'lsak, yozib turib ko'rishinglar mumkin. Fibonacci'lar bilan prosta tak tasdiq qilib qo'shimchasi bilan ko'proq ishlanadi. Tak, bu yerda Fibonacci'lar uchradigan bo'lsa, narximiz ko'rishinglar mumkin. Narx har bitta chiqib ketayotganda buy zonalarni ham bizga tashab chiqib ketgan bu indikator. Mana buyga dalifka zona, yana bitta buyga dalifka zona. Bitta entry qilinsa, hamma zonani ko'rsatib chiqib ketadi, dalifka zonalari har bittasini. Bu yerda narx oxirgi marta oxirgi indikator zonasidan qaytyapti. Ko'rishinglar mumkin, bola shunga shunaqa tak o'zingizlar ishongan strategiyalar bo'lsa, shunga tasdiq qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Buni o'zini ishlatsanglar ham bo'ladi. Endi ko'pchilikga birinchi darslik bo'lgani uchun shuni ko'rsatib berishni bir variant deb bildim. O'zim ko'proq ko'pchilik bergan savolga masalan javob bersam, ko'pchilik aytadi,
nimaga asoslanib signal berasiz? Ko'rib bilasizlar, bozorda aytgan zonamdan narx qaytadi. Oq bayga bo'lsin, selga ketayotgan bo'lsin, men aytaman, narx orqaga qaytadi. Xuddi shu, men ko'proq algoritm bilan ishlayman bozorda. Bu signallarim aytib turadi qanaqa yurib berishini. Tak, xuddi shu. Mana bu yerda mana M5 da tak trend va liniyani o'chiradigan bo'lsak ham, trend bu payt mana bilsanglar 4782 shu joydan menda 82 dan buy zona berilgan. Tak bu yerda Neves bo'lgan payti, Hormuz bo'g'ozdimi shu ochilgan payti tilla 110 punktli yurishga berilgan. Xuddi shu joydan sniper entry bizda buy zona beriladi. Kirganlar bo'lsa eslaydi. Shunaqa Neves paytlarda ishlatmasanglar ham shunaqa narx tushib kelayotganda trend buzilganda entry qilsalar bo'ladi bu bilan. Hop bu yerda ham mana narx tushib kelyapti. Bu yerda ham qanaqadir Neves bo'lgan shekilli menimcha, chunki narx prem bittada o'tyapti. Soat nechida ochilgan bo'lsa. Tak 5 da mana o'sha Neves boshlangan ekan bu yerda. Tak Neves bor. Yangilik yo'q paytlarda ishlatsanglar bo'ladi, masalan. Bu yerda emas. Mana shu holatda ishlatinglar. Kuniga 2 marta, 3 marta 100% ishlab beradi. 100% emas, 95% holatda ishlab beradi. Bu yerda ham narximiz bor. Bu ikki trendni buzyapti. Men trendni buzgan switchdan biz selga tortib olamiz. Tak. Switchni teparog'idan olamiz. Buzgan switchni. Eng pastki minimumga qo'yadigan bo'lsam, sizlar bilan prosta tak buni bayga trend buzilgan ishlatsanglar bo'ladi. Tak selga yoki boshqa narsa ishlatmanglar. Ko'p holatda ishlab beradi bu narsa mana. Bu yerda ham trend buzilyapti. Selga entry zonani trendni buzib o'tdimi? O'sha selga entry zonasi so'rasi. Shu yerda ham mana shu holatda ham biz narximiz qancha yurib beryapti. Tak. Shu yerda entry qilinganda mana sizning 4743 dan tortib beryapti bizga 4716 gacha. Bu yerda 30 punkt atrofida o'sha 27 punkt yurib beryapti narx. Hammasida shunaqa yaxshi entry bo'lsa, yaxshi yurib beradi mana. Bu holatda ham mana buzib o'tdimi? O'sha oddiy shu momentdan oladigan bo'lsa, mana shu joyda ularni o'chirib qo'yadigan bo'lsam ham. Tak, ko'rsaman hozir. Shu holatda ham mana bu yerda trendni buzib o'tyapti. Biz buzgan switchdan Fibonacci tortadigan bo'lsak, tak, buzgan switchdan mana buzib o'tgan switch mana shuni izidan tortyapman. Ili buni to'g'ri tortadigan bo'lsam, ko'ryapsizlar, narx prem 3 dan qaytgan buni. Mana. Prosta bu yoqqa tortganim ko'pchiligimda ko'rinarli bo'lsin deb tortilyapti bu yoqqa mana. Bu yergacha tortadigan bo'lsam, prem mana 3 dan qaytib bo'lyapti narxda. Ili yana bu yerda kelyapti-da, xuddi shu holatda mana buni bundaroqqa tortib tursak, bu yerda yana xuddi shu holat, bu yerda yana buzib o'tyapti narximiz trendni. Buzib o'tganda ishlatishni zo'r variant tavsiya deb beraman sizlarga. Tak. Shu buzib o'tgan switchni eng tepasidan, soya emas, o'zidan eng tepadan shunday tortasizlar. Tak, minimumga tortadigan bo'lsa bu yerda tak 15, почти 1 punkt, 1,5 punkt sal ozroq narx tepaga chiqqan, lekin prям aytilgan zonadan yana bitta o'qib bergan. Keyingi yurish ham mana xuddi shu joyga to'g'ri kelyapti. Keyingi yurish ham mana chizadi, ko'p tak uzaytiradigan bo'lsak buni. Birinchi qaytuv ham shu yerdan bo'lyapti, ikkinchi qaytuv ham xuddi shu zonadan bo'lyapti. Bolalar bu maksimal darajada ishlab beradigan narsa, urinlarni ko'rsatib o'tdim. Bemalol nastroyga qilib shu trend buzilgan holatda bozorda ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Tak, men yaxshi ishlab beradigan narsani aytayapman sizlarga. Masalan, kimlardir ishlatar, kimlardir bilar, lekin xuddi shuni ishlatib ko'rsanglar, hech qachon afsus qilmaysizlar. M5 time frame da только scalper или нормальный lot bilan entry qilsanglar bo'ladi bu narsalar. Sizlarga tushuntirganim hali soatlab kutadigan yoki katta time frame ga oladigan Fibonacci emas bu. Vallahi menimcha dars tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Qisqaroq bo'ladi bu videomiz. Hamma kirib borilayotgan zona signallarimiz Telegram kanalda, meni bilasizlar. Biror marta shu paytgacha kurs yoki VIP kanal, biror nima sotish niyati bo'lmagan. Hamma yo'q tekin. Vaqti kelsa shu indikatorni ham tekinga beraman. O'zim ishlab topgan bo'lsam ham mana o'zim vaqtlar ketgan bu narsani yaratishimga chista algoritm bilan ishlaydi. Narx qayerdan qaytishni, qayerdan entry qilishni o'zim bilaman. Shuning uchun hammaga tavsiya beraman, bolalar. Vaqti keladi, shuni ham beraman. Vaqti keladi. Sal aktivimiz ko'paysa, buni ham tak odamga qarab turib berishim mumkin. Bolalar, hammaga rahmat bo'lmasa.